Ikala mana. Hozir bedani olib o'tiribman. Mana qurt kumuskalar butun yuribdi mana. Mana ko'rishingiz mumkin. Yaylov deganda mana shunaqa yaylov bo'lishi kerakda mana. Mana shularni tutib yeyman. Hop. Shunda yaylov bo'ladi-da. Endi ko'p aka-ukalarimiz yaylovga qo'ydim deydi. Bo'lmaydigan yaylov qurt kumuska yo'q. Yaylovdan yaylov bo'lmaydi aka-ukalar. Qurt kumuska ham yeyish kerak, beda ham yeyish kerak. Mana jo'jalarimiz hozir bedani o'rdim, tagidan bütün qurt kumuskalarni yeb yotibdi. Jo'jalar hammasi yoyilib ketgan. Aka-ukalar, shuning uchun yaylov bilan yaylovning farqi bor-da. Mana shularni ham e'tiborga olishimiz kerak. Xullas.